Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ma'lumki, Zulhijja oyining birinchi 10 kunligi Allohga mahbub bo'lgan, suyukli bo'lgan kunlardan. Hatto ulamolarimiz bu Zulhijja oyini birinchi 10 kunligini Ramazon oyini kunduzlaridan ham afzal deyishgan. Kechalaridan emas. Va tabiiyki musulmon kishi bu oyini fazilatini bilgandan keyin solih amallarni qilib olishga oshiqadi. Va inshaalloh bu qisqa darsimizda Allohga mahbub bo'lgan bu 10 kunlikda Allohga suyukli bo'lgan 10 ta amalni aytib o'tamiz. Alloh taolo o'zi manfaatli qilsin. Birinchi eng muhim amal farz namozlarni o'z vaqtida ado qilish. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qaysi amal Allohga suyukli, mahbubdir deb so'raydilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam as-salatu ala vaqtiha, namozni o'z vaqtida ado qilishing deb aytadilar. Ya'ni azon aytgandan keyin 15-20 minut o'tkazib namozni o'qishlik. Va tabiiyki ayollar uyda, erkaklar jamoatda. Ikkinchi Allohga suyukli bo'lgan amallardan qiyomul layl. Alloh taolo aytadi: "Va ma yazalu 'abdi", hadis qudusiyda. "Va ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Bandam nafil bo'lgan ibodatlar bilan menga yaqinlashishda davom etaveradi, hattoki men uni yaxshi ko'rib qolaman deydi. Mashalloh. Tasavvur qiling, Alloh sizni yaxshi ko'rsa, xosatan Allohni sevgan kunlarida Allohni sevgan amalini qilib tursiz. Uchinchi Allohga mahbub bo'lgan amal roza tutish. Bu eng yaxshi solih amallardan. Xosatan Arafa kunida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Siyamu yawma Arafa ahtasibu ala Alloh an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dahu." Arafa kuni roza tutish o'tgan yilga va kelgusi yilga gunohlarga kafforat, ya'ni ularni gunohlarini kechirilishiga sabab bo'ladi deb Allohdan umid qilaman deydilar. Ba'zi hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Zulhijjaning 9 kunida roza tutganlari ham keladi. Ba'zilar buni zaif deyishgan, lekin ma'lum, roza eng buyuk solih amallardan. To'rtinchi Robbimizga mahbub bo'lgan amal Qur'on o'qish. Qur'on o'qishga harakat qilaylik. Eng Allohga mahbub bo'lgan so'z bu o'zining so'zi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbalarida so'zlarni eng yaxshisi Allohning kalomidir deb aytardilar. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar: "Kim Alloh azza va jallani yaxshi ko'rishini bilishni istasa, o'zini Qur'onga ko'rsatsin" deydilar. Ya'ni o'zini Qur'onga bo'lgan munosabatini, aloqasini tekshirsin. Agar u Qur'onni yaxshi ko'rsa, demak Alloh taoloni yaxshi ko'rar ekan. Chunki Qur'on Allohning kalomi. Kim Qur'onni yaxshi ko'rsa, u Alloh azza va jallani yaxshi ko'radi. Agar bu 10 kunlikda eshitib bo'lsa ham agar xatm qilishga harakat qilsak, bu nur ustiga nur. Yoki ko'proq e'tiborli bo'lishimiz kerak Allohning kalomiga. Beshinchi Allohga mahbub bo'lgan amallardan Allohning zikri. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Eng suyukli so'z, albatta Qur'ondan keyin, subhanalloh valhamdulillah va la ilaha illalloh, Allohu akbar" deydilar. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam baqiyatus solihat deb aytganlar. Mashalloh. Ya'ni savobi doimiy bo'lib hech uzilmaydigan zikr deb aytganlar. Boshqa anaqalarda la havla va la quvvata illa billah zikri ham qo'shilgan. Shunda bizda 5 ta so'z bo'ladi. Subhanalloh valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar. 5-inchisi va la havla va la quvvata illa billah. 6-chi Allohga mahbub bo'lgan amallardan birodarlarni ahvolidan xabar olib turishlik. Sahih hadisda keladi, bir kishi boshqa bir joydagi birodarini ko'rgani yo'lga chiqadi. Alloh taolo uni yo'liga odam qiyofasidagi bir farishtani yuboradi. Farishta unga aytadiki: "Qayerga ketyapsan?" U aytadiki: "Men shu qishloqda bir birodarim bor, shuni ko'rishga ketyapman." Desa farishta aytadiki: "Uni sendan biror bir minnatdorchilik kutadigan yoki bir o'rtalarida dunyoviy manfaat maqsadida ketyapsanmi?" deb so'raydi. U aytadiki: "La illa anni uhibbuhu fillah." Yo'q deydi. Faqat men uni Alloh yo'lida yaxshi ko'raman xolos. deb javob bersa, shunda farishta aytadiki: "Men senga Allohning elchisiman, ya'ni farishtasiman.
annalloha ahabbaka kama ahbabtahu. Sen uni qanday yaxshi ko'rgan bo'lsang, Alloh ham seni shunday yaxshi ko'rdi deb aytadi. Mashalloh. Va shu kunlarda ayniqsa anchadan beri ko'rishmagan yoki oramizda biror bir g'illa-g'ashlik o'tgan tanishlarimiz bo'lsa, xabar olaylik, boraylik. Niyat qiling o'zingizga. O'zingiz uchun bir ko'p emas, 5 ta ismni tanlang. Shu 10 kunda borib ko'rib kelaman deb. Yig'ib mehmon qilish mumkin bo'lsa, taomlantirib, bu yanada go'zal bo'ladi. Bir necha yaxshiliklarni bittada jamlagan bo'lasiz. Tabiiyki yaqinlarni ko'rishda, yaxshilik qilishda ota-ona birinchi o'rinda. Hamma yaqinlardan ham birinchi o'rinda. Lekin aynan shu kunlarda ota-onamizga alohida e'tibor beraylik. Misol uchun ota-onangizga alohida hadya bering. Nima bo'lsa ham. Hatto vafot qilishgan bo'lsa ham hadya yuboring. Ular nomidan sadaqa qiling. Hadyangiz albatta ularning yotgan joyligiga, qabriga yetib boradi. 7-chi, Allohga suyukli bo'lgan amallardan musulmon birodarning qalbiga xursandchilik kirgizish. Ahabbul a'mali ila Allohi azza va jal sururun tudkhiluhu ala muslim dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni Alloh azza va jallaga eng sevimli bo'lgan amal bu bir musulmonning qalbiga quvonch bag'ishlash, xursandchilik kirgizish. Hadisi davomida takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an deb aytadilar. Ya'ni masalan bir tashvishni ketkazishliging deydilar yoki uni qarzini uzib qo'yishliging yoki undagi o'sha ochlikni ketkazishliging, qonini to'ydirishing deb aytadilar. Va shu kunlarda kambag'allarni holidan xabar olaylik. Biror bir bozorlik qilib uyga tashab ketaylik. Yosh bolachalarning yuzini kuldiraylik. Hayit keyingi kiyimlari yo'qdir masalan, kiyim olib beraylik va hokazo. Muhimi Allohga eng suyukli bo'lgan amallarni qilishga harakat qilaylik. Demak, shulardan bir musulmonning qalbiga xursandchilik kirgizish. 8-chi Allohga mahbub bo'lgan amallardan musulmon kishining aybini berkitish. Hadislarda keladi, Alloh azza va jalla hayyun, ya'ni hayoli, hayo qiluvchi zotdir va berkituvchi zotdir. Sittir deb keladi. Alloh subhanahu va taolo hayoni sevadi, yaxshi ko'radi va berkitishni ham yaxshi ko'radi. Ya'ni berkitish deganda bandalarini aybini, gunohlarini yashirishni yaxshi ko'radi. Va bu berkitish so'zidan ham insonlar o'zini avratini berkitishini ham tushunamiz. Ya'ni qaniydi hozirgi vaqtda mana ayollarimiz, qizlarimiz mana shu kunlarda, shu fazilatli kunlarda yanada hijoblarga e'tibor berishsa, yanada ehtishomli, yanada kengroq qo'llarini ko'targanda bilaklari ochilib qolishidan o'zligisini saqlashsa, sochlari ko'rinishidan saqlashsa o'zligisini, ro'mollarini yanada uzunroq qilib ko'kraklarini yopishsa, Alloh taolo sittir, ya'ni bandalardan ham hayoli, iffatli bo'lishlarini yaxshi ko'radi. 9-chi amal, kimdir haqqingizga nohaq gapirgan bo'lsa, kechirib yuborishlik. Alloh taolo kechirimli bo'lishni yaxshi ko'radi, chunki u o'zi ham kechirishni va marhamat qilishni yaxshi ko'radigan zot. Ba'zi bir odamlardan ba'zi so'zi uchun xafa bo'lgan bo'lsak, kechirib olaylik, afv qilaylik. Va oxirgi 10-chi Allohga mahbub bo'lgan amal Allohga tavba qilish, Allohga qaytish. Innalloha yuhibbut tawwabin. Albatta Alloh tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi deydi. Nimadan tavba qilamiz? Hamma o'zi biladi nimadan tavba qilishni. Kimdir muammosi, gunohi uyatsiz kinolardadir, kimdir seriallar bilan, kimdir ashula eshitish bilan gunohda, kimdir nomahramlarga qarashda, kimdir muammosi, gunohi bomdodga tura olmasligi, kimdir kibr, riyokorlik gunohi bor. Modomiki Alloh tavba qiluvchilarni yaxshi ko'rar ekan, qaror olishimiz kerak. Bo'ldi, men bugundan mana shu 10 kunlikda gunohimni tashlayman. Va Allohdan bundan keyin ham shu 10 kunlikdan keyin ham shu narsada sobit qilishini so'rayman deb azm va qaror qilishimiz kerak. Inson gunohlardan tiyilgan sari qalbi, badani ibodatlar bilan lazzatlanadi. Qur'on o'qisa lazzatlanadi, namoz o'qisa lazzatlanadi. Inson tabiiyki lazzat topgan narsasini masalan toat ibodat mavsumi tugasa ham tark qilishni istamaydi. Chunki lazzatini topdi uni. So'zim oxirida muhim bir nasihat bilan tugataman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ahabbul a'mal ila Alloh adwamuha wa inqal." Allohga eng suyukli bo'lgan amal oz bo'lsa ham davomiy bo'lgani deganlar. 10 kunlikdan keyin agar ibodatlarimizda, qilib yurgan ibodatlarimizda, ro'zalarimizda, Qur'on o'qishlarimizda, zikrlarimizda agar ya'ni ozayib qolsa, 3 kunlikka tushmaylik.
Muhimi butunlay tark qilib qo'yishdan ehtiyot bo'laylik. Oz bo'lsa ham davom etsin. Inshaalloh undan yana ziyoda bo'lishlikka albatta Alloh taolo o'zi muvaffaq qiladi. Alloh taolo bu so'zlarimizni, darslarimizni manfaatli qilsin. O'zini roziligi bo'lgan amallarga barchamizni muvaffaq qilsin.